oldindan uzr, lekin olishim kerak bu narsani. Tarbiya oiladan boshlanadi deb bekorga aytishmaydi. Yoshligimizda parkka olib chiqib ketishardi deydilar. Parkdan keyin обязательно ovqatlangani borardim. Xuddi shu traditsiyani hozir endi farzandlaringiz qaytaryapti. Baraka topinglar. Bugungi kunimiz juda ham chiroyli o'tdi. To'g'risi kutmagan edik. Navaramni bog'xonasida olib chiqib ketdi Abdurahimjon aka. Lekin shunaqa chiroyli maza qilishdi navaralarim. O'zim ham qanaqadir qarab, baribir ularni zavqlanayotganiga qarab, o'zim ham maza qildim. Ну, в целом просто endi yoshligimizdan shunaqa narsa xohlagan edim men. Yoshlikka kirdinglar. Sizlar bolalik haqida gapiryapsizlar hozir. Mana shunaqa zamechaniyalarni eshitaveramiz. Endi qo'yaverasiz, gapirib oling, men yaxshi gaplarim bor edi, esimdan chiqib qoldi. Adam rahmatli olib chiqib ketardilar hammamizni. Komsomolskiga borardik. Har shanba kuni bolalarimni yig'ib, hamma ishlarni chetga surardilar. Bolalarim madasi. Yana qo'shimcha opachamning qizi ham bor edi, Shohsanam qizi. Uni ham olib kelardik shanba kuni borib. Semichkalar, chelechalarda yeydigan bu narsalar sovg'a olib, Komsomolskiga olib ketardilar. O'sha yerda bolalar cho'milishardi maza qilib, o'zlari maza bilan cho'miltirardilar. O'shanda suzishlarga o'rganib ketishgan. Kichkina paytda qizlarim ham, o'g'illarim ham har shanba bilardik. Nima bu ishlari bo'lsa ham tashab olib chiqib ketardik. Komsomolskiga ketayotganda Drujba Narodovdan o'tardik-ku. Drujba Narodovni zinasidan chiqib olib, Abdurahimjon 3-4 yosh edi o'shanda. Ashula aytardi-da. Xudo xolisi o'g'lim shu yerga kelib konsertlar berasan deb duolar qilib, niyatlar qilardik. Otasi bilan. Endi mana Xudoga shuncha nima deydi, sahnalarga, katta sahnalarga chiqmasa ham ko'nglimizni to'ldirgan holda har kuni bitta yangilik bilan bizani xursand qiladi. Ukasi ham shunaqa, opalari ham, kelin boshi ham, hammalari ijodkor. Davom ettirib yurishsin shunaqa. O'zlarining bolalarini ham olib kelib yurishsin.